阿弥，阿弥。正如办案人员分析和判断的那样，阿巴斯此时正是在警力相对薄弱的3线交界处偏僻的地段，秘密地办着他的奖金点，同时预谋着下一步的犯罪。Amin. Amin. Allah Ekber. Ballarım, bugungi dars mishakchi bo'lsin. Darsdan tushgandan keyin bilmagan ayollaringni bir-biringdan so'ranglar. Obdiroq yod elinglar. Aranglardan 3 bola kelmabdi. Ular nima ishkamini bilamsizlar? Ular og'rib qoldi, otam sat ketdi. Yo'q, ular og'rib qolmadi, o'lib ketdi. Hey, sen til qalamqa so'zlama. Qo'pa. Yurtinglar. Bosh. Nima? Yolg'on gap qilsa bo'ladi ekan. Ha? Kimga yolg'on gap qildi? Bolalar. Ular o'lmadi. Ular Allohning yoniga ketdi. Mishada o'qiyotgan bolalarning hammanglar Allohning eng yaqin bandalari. To'g'ri. Hey! Bunda qattiq qilma. Abbaska, sen turib shunda yolg'iz ketgansan. Turib shunda muloyim bo'lib qolgansan. Men degan to'michi. To'michi degan mushuna qattiq qo'pol ish qilib ketgan. Soqchilar va xalq askarlari dugunimni o'qtiribdi. Dugonning narsalarni yo'qotishni o'zgarmagandim. Qanday qilishim bilmayapman. Bir amal qilsaqchi. Qalabdi bir amal qilsaqchi. Abbaska, yezresh soqchi mashinasi kelibdi. Anonsam bir necha naydi bir vaqt tozalashib bor ekan. Yana yaratdi dedim ekan, sen tekshirdik ekan. Keyin bu qo'da chatir tekshiribdi. Endi bu yerda tursin bo'lmaydi. Qanday qilamiz? Qanday qilamiz? Soqchilar ko'zimizga kirib oldi. Ular bizni bu yerga to'g'izmaymiz deydi ekan. Endi ularga yaxshi kun yo'q. Biz bugun kechda yovoq yesa qaytib ketaylik. Nima? O'zing tutmamoqchimisan? Men taxi o'lishni o'ylaganim yo'q. Men faqat odam o'ldirishni o'ylayapman. Soqchilar bizning bu chog'da yovoq yesib qaytib kelishimizni xayolim keltirmaydi. Qari. Xo'sh, sen hozir berib bir mashinani amonlik qil. Butun yo'lni soqchilar qamal qilib bo'lsam, mashin nima ish qilsa? Vaqti kelganda bilasan. 阿巴斯确实和一般犯罪分子不同。正当地区领导和公安机关决定发动群众在南4县范围内展开拉网清查的时候，他却偷偷地潜回亚瓦克乡，预谋着更大的犯罪。阿巴斯离开的第2天，联防队员和民兵在大清查中发现了阿巴斯团伙的地下奖金点。 让世人看到了这一幕不可思议的残忍可怕的景象。这些本该坐在明亮的教室读书的孩子们，这些本该在温暖的阳光下健康成长的孩子们，却在这里从心灵到肉体受到双重的摧残。每一位母亲都会心痛难忍。 每一个善良的人都会发出正义的质问：这究竟是为什么？他们这样做究竟想干什么？
Hadi